Bemorlar mendan so'rashadi, doktor, belim juda ko'p og'riydi. Bu muammoni qanday hal qilsam bo'ladi? Assalomu alaykum, men doktor Ebbek. Umurtqa pog'onasining o'ziga xosligi unda bir necha og'riq o'choqlarining bo'lishligidir. Tushuntiraman. Bu bir necha omilga bog'liq. Avvalambor, boshqa soha bo'g'imlariga qaraganda bel dumg'aza sohasi umurtqalari 5 yo 6 bo'g'imdan iborat. Bu xuddiki 5 ta tizza bo'g'imini ustma-ust joylashtirib chiqqandek. Misol uchun ayollar so'rashadi, doktor, men tizza bo'g'imim og'riyapti. Qaysi biri? O'ngimi, chapimi, ikkalasimi? Buni aniqlash kerak. Bu birinchi omil. Ikkinchi omil, har bir bo'g'imda bir necha og'riq o'choqlari bor. Bu disklar, fasset bo'g'imlari, pay mushak komplekslari, paylar, suyaklar va hokazo. Qaysi sohada og'riq o'chog'i aniq? Og'riq chaqiruvchi o'chog'ini aniqlash o'ta muhimdir. Bu usullardan biri test inyeksiyalaridan men foydalanaman. Aytaylik, misol uchun taxminiy og'riq o'chog'ini MRT va MCT aniqlayman va foraminal blokada orqali o'sha joyga og'riq qoldiruvchi dorini yuboraman. Bu xuddiki siz tish shifokoriga borganingizda tishingizga og'riq qoldiruvchi yuborishadi va og'riqni qoldirishadi. Xuddi shu hisni tasavvur qilsangiz, siz bu inyeksiya haqida ozgina tushunchaga ega bo'lasiz. Endi aytaylik, o'sha dori vositasini yuborganimizdan keyin 3-4 soatdan keyin nima bo'ladi? Ya'ni og'riq kamayishi kerak. Agar og'riq kamaysa, demak biz o'choq sohasidamiz. Agar og'riq kamaymaydigan bo'lsa, 3-4 soatdan keyin o'zgarish bo'lmadi, u holda biz tekshirishni davom ettiramiz. Faqatgina ijobiy natija olgan holatdagina ma'lum bir jarrohlik usulini tanlab davolashni boshlashimiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar savollaringiz bo'lsa, kommentariyalarda qoldiringizlar izohlarni va kanalimizga obuna bo'lishlaringizni tavsiya etaman.